Viloyat rahbari boshchiligida Guliston shahar obodonligining bugungi kundagi holati va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Unda viloyat va shahar mas'ul rahbarlari, tegishli tashkilot vakillari ishtirok etishdi. Dastlab Guliston shahrining Obod yurt, Taraqqiyot, Ulug'yo'l, Buyuk kelajak mahallalarining amaldagi ahvoli bo'yicha tayyorlangan video lavha ko'rsatildi. Mazkur mahallalarda faoliyat olib boruvchi mahalla raislarining beparvoligi, ishga mas'uliyatsiz yondashuv va samarasiz faoliyati tanqid qilindi. Sanitariya holatining talab darajasidan ancha pastligi, chiqindilarning yig'ilib qolishi, ko'kalamzorlashtirish ishlarining yetarli darajada emasligi qayd etilib, bu borada mas'ullarning sustkashligi e'tirozlarga sabab bo'ldi. Qator mutasaddilarning harakatsizligi, befarqligi yuzasidan hisoboti so'raldi. Shuningdek, ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv tashkilotlari xodimlari hamda shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimlarining loqaydligi, ular tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yetarli darajada bajarilmagani tanqid qilindi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov Guliston shahrini obod qilishga, shaharda istiqomat qiluvchi har bir rahbarning, mas'ul xodimning, hattoki har bir fuqaroning bevosita vazifasi ekanligini ta'kidladi. Shaharni obod qilishda nafaqat mas'ullar, balki keng jamoatchilik ham faol ishtirok etishi, o'z hissasini qo'shishi lozimligi aytib o'tildi. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, mahallalardagi faollarni jalb qilish bo'yicha aniq takliflar berildi. Joriy yilning 10-maydan 20-maygacha Guliston shahrini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha zarbdor 10 kunlik e'lon qilindi. Guliston shahrining 16 kilometr ariq-zovurlarni tozalash, oqova va ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha mas'ullarga muddatlar belgilanib, aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, shaharni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish maqsadida 4 ta ishchi guruh tuzilib, guruh rahbarlariga aniq vazifalar yuklatildi. Yig'ilish yakunida belgilangan vazifalarning ijrosiga doimiy monitoring o'rnatilishi belgilandi.